Assalomu alaykum aziz narpayliklar. Qo'yilgan limitdan ortiqcha elektr energiya iste'mol qilyapsizmi? Elektr energiya to'lovlaridan charchadingizmi? Qo'shimcha passiv daromad olishni istaysizmi? U holda ushbu qisqagina videorolikimizni tomosha qiling. Bugun sana 6-avgust 2025-yil Didan mahalla fuqarolar yig'ini Isonov Sobir aka xonadondamiz. Xonadon sohibi yashab turgan uyining tom qismiga, ayvonining tom qismiga, molxona, qo'yxonalarining tom qismiga jami quvvati 50 kilovat bo'lgan fotoelektrik stansiyani o'rnatdilar. Hozirda xonadon iste'moli to'liq qoplanib, ya'ni bu yerda 4 ta konditsioner, 2 ta Ariston, televizor, Wi-Fi router va boshqa bitovoy texnikalar iste'moli to'liq qoplanib, ortiqcha elektr energiyasi davlatga 1000 so'mdan sotilyapti. Akamiz kelajakda xonadonda joylashgan issiqxonani isitish tizimini tabiiy gazdan foydalanishdan voz kechib, muqobil energiya manbalari orqali isitib, arzon narxda yetishtirilgan poliz mahsulotlarini xalqimiz dasturxoniga tortiq etmoqchilar. Albatta, fotoelektrik stansiya o'rnatishda quyidagi sanab o'tilgan komponentlarga e'tibor berishingizni so'raymiz. Birinchi, sifatli materiallar tanlay olish. Ikkinchi, to'g'ri loyihalash va prognoz qilish. Uchinchi, to'g'ri yo'nalish va burchak ostida panellarni o'rnatish. To'rtinchi, ASDS kontur himoya elementlarini to'g'ri tanlash. Beshinchi, inverter va quyosh panellar mosligi, to'g'ri gruppalash. Oltinchi, markaziy tarmoqqa sinxron va to'g'ri ulash. Zazemleniya va chaqmoqdan himoya tizimini to'g'ri qo'yish. Oltinchi, monitoring, texnik xizmat ko'rsatish, servis xizmatini albatta tashkillashtirish. Yettinchi, shartnoma texnik shartlarini to'g'ri tushunish. Shu sanab o'tilgan jihatlardan bittasini bilmagan o'rnatuvchi tizimni xavf ostida qoldiradi. Shuning uchun to'g'ri o'rnatish, ishonch, xavfsizlik, tikilgan investitsiya hammasi to'g'ri yo'naltirilgan bilim asosiga asoslanishi lozimdir. Quyosh panellari o'rnating, gelio kollektorlar o'rnating. Ortiqcha xarajatlarni qisqartiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.